Mektab imtihon boshlanibdi. Endi men yaxshi ko'radigan bir necha danglik psixolog bordi. Men mushularninki mushundaq jiddiy ahvolda o'zini rohatlantiradigan, kayfiyatini tangshiydigan bir necha turlik taklifini ratlab, mush ata oliy maktab imtihon beradigan o'quvchilarga va ota-onasiga sunishni to'g'ri ko'rdim. Buning birinchisi, biz imtihonga kirgan vaqtida amal bor. Bizga eng tunish bo'lgan bir qalam, o'chirgich yoki pijer, choch qisqich sizga eng tunish, sizda meningizdan ayirmaydigan shunday kichik bir narsani bo'lsa, siz burun imtihonni yaxshi bergan shu qalamni elib kirsangiz, sizningki notunish muhitdagi tashvishligingizni pasaytishga zo'r yordam bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, bugun, ata, o'gun imtihonning oldi keyinida tamoqni jiq yeb olishdan saqlaninglar. Chunki biz tamoqni jiq yeb olganda bizning qo'sqimiz chinqilib, zo'r darajada energiyamiz, zihnimiz tamoq hazm bo'lishga sarf bo'lib ketib qoladi. Shuningcha eng yaxshisi 60% to'yg'idaklam tamoq yeb, ko'pincha singishlik, aqsilliroq tamoqni ko'proq yegininglar, balkim sizlarningki imtihonda eng yaxshi kayfiyatda, eng ozoda kayfiyat imtihon berishinglarga yordam berishi mumkin. Uchinchisi, imtihonga yo'l qog'oz, ya'ni shijin ekirib olinglar. Men munosabatli materiallarni tekshirtsam, shijin ekirgil qo'ydigan imtihonga shunlashqa hamda nurg'unlarimizningki imtihon berish muhiti nihoyat dimiq, issiq bo'lishi mumkin. Bu haddidan ziyoda issiq muhitda bizningki kayfiyatimiz tarsa bo'lib qoladi-ku. Shunlashqa shunday issiq, qizib ketgan beram bo'lgan vaqtlarimizda yo'l o'ngida yuzlarimizni bepok surtib yetib, alqonlarimizni, beg'ishlarimizni, mana ikki bo'yinlarimizni bir muzliq yo'l o'ngida surtib etsak, bir chingshuang, bir rohat, bir ozoda holatga qaytamiz. Bizning kayfiyatimizni yaxshilashtirmo zo'r ahamiyati bo'ladi. Ondan bugun kechdiki, at kechdiki, mush 2 kundagi uyqu bak muhim. Shunlashqa agar bugun mushu besimda yaxshi uxlayolmayotgan bo'lsanglar, 2 kilometr yo'lni piyoda minib, badanni sal hadirib, kirib yatsanglar, yaxshi uxlay olsanglar mumkin. Agar buningdan yaxshi uxlay olmagan sabaqlashlar bo'lsa, hozir uxlatadigan mushundaq bir go'sht kampitlar bor. 2 tal yevelib uxlasanglar bo'ladi. Bugun yaxshi uxlash, at yaxshi uxlash bu alayda muhim. Biz uxlayolmasak, atsi energiyamiz, tokimiz to'liq holatda imtihonga qatnashishimizga ta'sir bo'lishi mumkin. 5-dan mush imtihonning o'tiridagi tushlik dam olish. Mana bu deb o'tgandek tamoqni bak jiq chin qilib yevolmaymiz. Ondan bu tushlik dam olishda 2 soatlik dam olamizga deymi. Mush vaqtida amal bor. Jiq uxlayotsak bo'lmaydi. 30 minut atrofida ko'zimizni yumib, yenik darajada bir miyamizni aram oldirib olishimiz kerak. Agar uxlayolmasak, tinch muhitdan birini tepib, soatimizni to'g'rilab qo'yib, ko'zimizni yumib, bir nima o'ylamay, bugun bir kunlik shovqinlarni, bir kunlik qalayimga uchurlarni miyamizga ratlaydigan bir vaqt ko'rishimiz kerak. 30 minut jiq emas sabaqlashlar. Ondan mushu ota-onalarga beradigan taklif nima deganda, ota-onalarningki, bolalarimizningki imtihonisiga qilib beradigan eng cho'ng ishimiz bir ish qilib bermaslik. Bu nima degan gap desa, nurg'unlaganlarimizningki ota-onalarimiz, voy balam nima ish qilib beray, yana nima ish qilib beray, voyjon balam, yana nima lozim deb mundaq qilib, bolaga zo'r darajada hissiy besim paydo qilib qo'ydi-ku. Bola men imtihonni bermasam, onam, dadam tugishdiga o'xshaydi deb zo'r hissiy besimning ichida qolib qoladi. Shunlashqa amal bor ota-onalar. Odatda qanday bo'lsak shundaq epingishimiz kerak 2-3 kundagi ifodamizni, bolamizning ko'ziga jiq kirib olmasligimiz kerak. Ondan nurg'unlar ota-onalar imtihon maydonining oldida saqlab turadigan odat bor-da. Bolalarimga men g'ayrat qil, joy deyman deb. Bu endi ikki turga bo'lindi suyimli ota-onalar. Ba'zi farzandlarningki boshqalarga jafo sepishdan qo'rqadigan shunday xarakter bo'ladi. Shunlashqa bundaq o'quvchilarning ota-onalari aptapda bu yerda bolalaringizni saqlab tursanglar, bolalaringlarga aksicha besim berib qo'yishlar. Mening ota-onam aptapda jafo tatib turib qoldi. Meni deb mandaq jafo tatib ketdi deb bolalaringlar aksicha imtihonni yaxshi o'rganmaydi, diqqati chechilib ketishi mumkin. Shunlashqa agar bolalaringlar bo'ldi ota-onasi imtihonga kelmay, yolg'iz berma desa, cho'qim ma'qul danglar. Yana ba'zi o'quvchilar bor, azroq yolg'izlik tuyg'usi kuchliroq. Bular balki ota-onasi imtihonda maydon oldida turish deyish mumkin. Bularga turish bersangiz bo'ladi.
Şoňlaşqa zady imtihan meýdanynyň aldyga berip balamyzga joy ýok deýmizmi, demeýmizmi? Balamyznyňki pikiriga hörmet kılymyz bu ýerde. Balamyz çokum özüge eň ýaxşy bir usulny diýdi. Bulupma äslidilam sel teşwişligirak, sel jiddiyleşidigirak ata-analar hem bu 2 günde hem de balamyzdan jyragyrak tutduğumuz ýaxşy. Çünki ma 2 günde balamyz merkez bolan diken. Şoňlaşqa bu ata-analarnyňki şu imtihamda balalarymyzga eň çoň gypyrdygan işimiz balalarymyzdan jyragyrak turuş. Balalarymyz talep kılganda önüş, talep kılmaganda küzdün jyragyrak, azada, erkenlak koyuş balamyzny. Andan ras imtihamdan birinji bolup çykypdym, baldyr çykypdym. Bu bir akmaklarnyň kıldygan işi. İmtihamyny berip bolgan bolsaňlar 5 minut boyu közleriňlarni uýabyň uwlytyp 5 minutdan keyin biz ýaxşy işleýänmegen suallarga ýeni bir logikada, ýeni bir tepekkurda gaýtadan bir garap ýykyşyňlarny ümit kılaman. Eň ahyrda meýli imtihanга gatnaşdygan okuwçylar bolsun, meýli ata-analarga bolsun dep goýdugym. Ali mektep imtihany bizning hayatymyzny belgilep goýdygan ondak imtihan emas. Bizninki hayatymyzny fakat özümiz bilen belgileymiz. Meýli siz imtihany ýaxşy beräleň, meýli ýaxşy beremmäň, sizning kadr kıymetinizini eň ahyrda siz özüňiz belgileysiz.